Hammaga xayrli tong. Hozir mashinani qizdirishga ketyapman. Qizlarimni maktabga olib boraman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana mashinani qizdirib qo'yaman. Qizlarim kiyinib bo'lgach maktabga olib borib tashlayman. Maktabimiz ozroqgina uzoqroq. Shuning uchun mashinada olib boraman. Qizlarim ham mashinaga o'tirdi. Ketdik maktabga. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh o'z panohida saqlasin. Baribir yo'lga chiqishdan oldin albatta Allohni eslaganimiz yaxshi. Baribir yo'l xavfli narsa, hamma narsa bo'lishi mumkin. Hozir men sizlarga mahallamizni ko'rsataman. Hozir. Mana mahallamiz. Mana bu yoq dala. Mashinani pastda haydayapman, shuning uchun videoga olyapman. Hech kim yo'q yo'lda. Sekin haydab videoga olib sizlarga ko'rsatib ketyapman. Qanaqa chiroyli mahallamiz. Ayniqsa mana bu yerda men yaxshi ko'raman. Dalani o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Dalada o'sgan qizman. Yerni jigarini sug'urib ishlagan, dalada ishlagan qizman. Osmonni qarang Oysha. Sizlarim. Ko'p chiroyli shunaqa. Videoga chirar. Bugun necha soat darslaring bor? Bugun bizda 4 soat. 10 soat. 10 soat. Ikkita qizim maktabga boradi, bittasi 2-sinf, bittasi hali Nolovoy. Xudo xohlasa sentyabrdan 1-sinfga chiqadi. Soatgacha 7:46 soat. 7dan 46 minut o'tdi. 8da kirish bo'ladi. 9da meni qizimga bittasi 8da, bittasi 9da kirish bo'ladi. 10 soat dars bo'lar ekan. Nolovoy qizimga. Yabiyo, malades. 2 soat dars bo'ladi, lekin meni qizim uchun 10 soat dars bo'ladi. Malades bizimga, meni jannatlarimga. Hozir to'g'riga yurishimiz kerak, lekin to'g'riga emas, bu ko'chaga burilamiz, chunki to'g'rida juma bozor bo'lyapti. Bugun haftaning har jumasida bizda juma bozor bo'ladi. Bozor. O'shanga bu ko'chadan yurdik mana. Shunaqa. Bu ko'chada hozir bozor bo'lyapti. Hozir men ham qizlarimni maktabga tashlab
keyin bozorga boraman. Ro'zg'or qilib, bir haftalik ro'zg'orimni ta'minlab qo'yaman. Kelib qishloqda, menimcha hamma qishloqlarda shunaqa haftani bitta kunida bozor bo'ladi. O'sha kuni borib ro'zg'orini qiladi. Shaharlarda bilmadim, lekin qishloqlarimizda shunaqa, shaharda ham balki shunaqadir. Lekin ular balki menimcha magazindan olar hamma narsani. Lekin bizning qishloqlarda ana shunaqa, bizda juma kuni, boshqalarda shanba, boshqa qishloqlarda bozor kuni bo'ladi. Ket o'tiringda. Mana qizlarim ketyapti, ana yetib keldik. Hozir yo'lda bitta Malimani olib keldik. Videoga ololmadim shunga. Mana bu bizning maktabimiz. Mana havoni qaranglar, qanaqa chiroyli, qanaqa zo'r. Men bu ko'chadan yurdim. U ko'chada remont ketyapti, kichkinagina joy bor ekan, burila olmadim. Chiqishda chiqib ketdim, qaytishda burila olmadim. BMW mashinasini oldik, katta, qo'pol. Unaqa professional haydovchilar burilib hayda olmasa buni. Men bu yerga sig'mayman deb o'yladim yo'lga. Boshqa ko'chadan yurdim. Bu yerda, mana bu yerda kanal bor. Yozda suv keladi kanalimizga. Menimcha bunaqa holatga ayol haydovchilar ko'p tushadi. Chunki ayollar, bizlar ko'p haydamaymiz mashinani. Zarur vaqtda haydaymiz, shuning uchun bunaqa vaziyatdan chiqib ketish yo'lini unchalik uddalamaymiz. 1 yildan beri mashina haydayman, lekin haligacha bunaqa tupik yo'llardan yurishni uncha eplolmayman. Chem osonrog'i boshqa ko'chadan yurib ketaman. O'zimning mashinam ham beva, uni ham boshqarish qiyinroq. Oldi qo'pol, kattaroq. Bu xo'jayinimning mashinasi ham shunaqa qo'polroq mashina, lekin juda zo'r mashina, yaxshi ko'raman. Roli, oyog'i, o'zimning mashinamning oyog'i oxirigacha burilmaydi. Tor joylardan tez burilaman desangiz, takanza burilmaydi. Yarimta buriladi. Ham uznasiga ham, eniga ham keng mashina. Shuning uchun haydash men uchun bunaqa tor joylarda qiyin. Ya'ni qo'rquv bor. Sig'masamchi, ariqqa tushib ketsamchi degan qo'rquv bo'ladi. Shunaqa gaplar. Menimcha mashinani shahar joylarda haydagan yaxshi, osonroq deb o'ylayman. Pravilani bilgan odamga shahar joylarda haydash oson. Bu qishloq joylarda haydash ko'plar pravilaga qaramaydi. Men ayol kishi bo'lganim uchunmi, ba'zilar, hamma ham emas, ba'zilar yo'l bermaydi. Meni yo'lim bo'lsa ham yo'l bermaydi. Bilmadim nega unaqa qiladi. Balki biz tomonda ayol kishilar ko'p haydamagani uchun g'ash kelar o'sha erkaklarni. Shuning uchun katta Bo'stonga, shaharga chiqsam ham bu yerda haydash oson. Chunki движение ko'p, mashinalar ko'p, bir-biriga hurmat bilan yo'l berib haydaydi. O'zimizni qishloqda ham mashinalar ko'p, lekin qitimirlik ko'p. Men uchun, men ko'rgan vaziyatlarim, yaxshilar ham ko'p. Men bilmagan paytda yo'l berib
men o'tkazib boradi, lekin oratidan shunaqa chiqadi ekan. Guruch kurmaksiz bo'lmas ekan. Ayniqsa tunda haydash nimaga shofyorlar unaqa tunda haydasa mana bu davniy svetning chirog'i ko'zga tushadi, sразу ko'zga tushadi. Katta yoshdagi shofyorlarimiz qanday haydaydi bilmadim. Oldinga kelganda davnini yoqib yuboradiganlar juda ko'p ekan. Uchratyapman. Oldiga kelganda davnini yoqadi yoki uzoqdan yoqib keladi-da, davnini o'chir degan paytda o'chiradi. Lekin oldiga kelganingizda ataylabmi shunaqa ko'zingizga yoqib yuboradi. Shunaqa gaplar bugungi kuni mana shundan boshlandi. Qizlarimni tashab keldim maktabga, uyimga ham keldim. Endi qolgan ikkita qizimga choy beraman-da. O'zim juma bozorga borishim kerak. Shunaqa gaplar. Har kunlarim shundan boshlanadi, maktabga olib borishdan boshlanadi. Menga qiziqib kuzatayotgan odamlarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, oilaviy sog'lik tilab qolaman. Ro'zada charchab, qorni ochib yurgan vaqtlarini ajrini Allohim ko'rsatadi albatta. Shunaqa. Endi uyga ketdik. Boshqa ishlarimizni qilamiz.